eski mashinalardan foydalanish taqiqlanishi mumkin. O'zbekistonda ishlab chiqarilganiga 50 yil bo'lgan transport vositalaridan foydalanish taqiqlanishi mumkin. Ichki ishlar vazirligi tomonidan kiritilgan qaror loyihasi muhokama uchun e'lon qilindi. Qaror loyihasiga ko'ra 2026-yil 1-yanvardan boshlab antikvar mashinalardan tashqari ishlab chiqarilganiga 50 yil va undan ortiq bo'lgan avtomat transport vositalaridan foydalanish, ularni qayta ro'yxatga olish taqiqlanadi hamda ular davlat ro'yxatidan chiqariladi. Shuningdek, yuki bilan umumiy vazni 44 tonnadan ortiq bo'lgan N3 va O4 toifadagi yuk tashuvchi va maxsus transport vositalari hamda ochiq konlarda ishlovchi o'zi ag'daruvchi yuk avtomobillari hamda antikvar avtomobillar uchun alohida ro'yxatdan o'tkazish davlat raqami belgilari joriy etiladi. Qarorning qo'shimcha ma'lumotida aytilishicha, respublikada 2025-yilga kelib transport vositalari soni 5.200.000 tadan oshgan bo'lib, shundan 87.600 mingtasi ishlab chiqarilganiga 50 yil bo'lgan mashinalardir. Qaror muhokamasi 11-oktyabrgacha davom etadi. Siz bu qaror yo'lga qo'yilishiga qanday fikr bildirasiz? Izohlarda yozib qoldiring hamda kanalga obuna bo'ling.